Assalomu alaykum. Men Adeya. Bugun yana sizlar bilan bugun taro karta o'qishni boshlashdan oldin sizlarga 24 soat ichida sezilarli yangilik, ijobiy bir voqea yoki bir kichik mo'jiza olib keladigan juda oddiy, xavfsiz va realni ishlaydigan texnika beraman. Bu texnika energiyani tez harakatga keltiradi. Odatda ko'pchilikda 80% insonda ishlaydi bu. Yangilik, xabar, pul yoki qandaydir yaxshi bir o'zgarishlarni sezishadi. Qarang, qanday qilamiz buni? Birinchi qadam, yaxshilab diqqat bilan eshiting. 60 soniya ko'zingizni yumib niyatingizni qilasiz. Ko'zingizni yumib, ichingizda aytsangiz ham bo'ladi, tashqarida aytsangiz ham bo'ladi. Nima deysiz? Allohim, bugun men uchun eng kerakli eshikni och, men qabul qilishga tayyorman. Xuddi shunday deysiz. Bu energiyani harakatga keltiruvchi signal hisoblanadi. Xuddi shunday 60 soniya ko'zingizni yumib, niyat shunday takrorlaysiz ichingizda yoki tashqarida. Va ikkinchi qadam, oddiy oq qog'ozga ruchka bilan aniq o'sha bitta o'ylagan maqsadingizni, niyatingizni yozasiz. Misol uchun, bugun men kutilmagan pul oldim. Kutilmagan pul oldim. Shu bitta niyat yozilishi kerak, faqat pulga emas bu. Siz xohlasangiz, bugun men yaxshi xabar oldim sevgilimdan. Rahmat. Oxirida rahmat bo'lishi shart. Rahmat. Har kim o'zining maqsadi, niyati bo'yicha yozadi qog'ozga. Xuddi shunday. Misol uchun, bugun men sevgilimdan yaxshi xabar oldim, rahmat. Yoki bugun meni ish yo'limda shunaqa o'zgarish bo'ldi, rahmat. Kimda qanaqa muammo bo'lsa, kim qachondan nimanidir o'ylab, lekin amalga oshira olmayotgan bo'lsa, o'sha narsani yozsin, lekin realniy o'xshaydigan summa pul haqida bo'lsa ham, misol uchun, milliardlab summa emas, o'zingizni hozirgi sharoitingizda qancha pul kirib kelishi sizga ko'zingiz yetadigan bo'lsa, o'sha summani yozasiz. O'sha summani oldim, rahmat. Faqat bitta istak yoziladi. O'sha 24 soat ichida shu istagingizga aynan o'sha energingiz, butun energingiz shu istagingizga ketadi. Oddiy shunaqa yozasizda, qog'ozni olib, buni yostig'ingiz tagiga qo'yib qo'yasiz. Bu bajarilish vaqti qachon bu texnikani? Bu texnikani kechasi uxlashdan oldin, ya'ni 12 dan keyin bajarasiz, yostig'ingiz tagiga qo'yasiz. Uchinchi qadam qanaqa bo'ladi? Uchinchi qadam eng kuchli qismi, kun davomida faqat 3 marotaba menga kelayotgan yaxshilikni qabul qilaman. Ertalab aytdingiz, abid payti ham xuddi shunday, menga kelayotgan yaxshilikni qabul qilaman. Kechqurun xuddi shunday takrorlaysiz. Bu ibora bilan energiya eshigi ochiladi. Agar inson qabul qilishni bilmasa, hech narsa ishlamaydi. Shuni hamisha esingizda saqlang. O'shaning uchun menga kelayotgan yaxshilikni qabul qilaman, bu kuluvchi aytilishi shart. Kun davomida 3 marotaba aytiladi. Nega bu texnika ishlaydi? Chunki niyat energiyani yo'naltiradi. Bu yozish fikrni shaklga keltiradi. Qabul qilish energiya oqimini ochadi. Bu uchalasi birlashganida insonni vibratsiyasi ko'tariladi va natija tezlashadi. Odatda odamlar bu texnikadan keyin kutilmagan xabarlar oladi, kutilmagan joydan pul keladi, bir eski insoni, ya'ni eski sevgilisi yozadi, yengillik bo'ladi qaysidir bir ishlarida, qaysidir bir og'irlik joyida, yangi takliflar oladi, yo'llar ochiladi. Xullas, har kimda har xil, ya'ni har kimda turlicha bo'ladi, lekin energiya o'zgaradi, bu aniq. Endi bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Hayotingizdagi asosiy blok nima? Sizni nima ushlab turibdi? Qo'rqish, qo'rquvmi yoki karmami yoki ko'z nazar bormi? Ushbu mavzuda bugun energiya o'qiymiz. Ya'ni bu videoni ko'rayotganlarim tasodif emas. Bu sizni ruhingizni sizga yuborgan signali. Hayotingizda hozir nimalar to'xtab qolgandek tuyulyapti? Pul yurmayaptimi? Ishlaringiz sekinlashganmi? Munosabatlaringiz o'zgarganmi? Ichingizda nimadir siqyaptimi sizni, lekin sababini topa olmayapsizmi? Bir joyda to'xtab qolgandek bo'lyapsizmi? Demak, bu energiyangizdagi bloklarning belgisi. Har bir inson hayotida bir pallada bir
qaysidir bir pallasida eshiklari yopilgandek tushunarsiz bir kechikishlar, ongini charchatuvchi xavotirlar ko'p paydo bo'lib qoladida. O'sha paytda biz bu meni Alloh jazolayapti deb qabul qilmasligimiz kerak. O'sha paytlar sizni siquvchi, sizni ko'p o'yga toldiruvchi, shunaqa bir siz aytayotgan o'sha yoqimsiz vaziyatlar bu jazo emas. Bu aslida sizni o'stiruvchi, ruhingizni yana bir karra teparoqqa chiqaruvchi, yangi darajaga chiqaruvchi eshiklar hisoblanadi. Bugungi tarix o'qishimizni sizni hayotingizdagi eng katta o'sha to'xtatayotgan nima ekanini ko'rib chiqamiz. Sizni orqaga tortayotgan eng kuchli energiyani ochib beradi. Qo'rquvmi yoki kimdir qilgan nazarmi yoki o'zingizni ichingizdagi muammolarmi, karmaviy tugallanmagan darslarmi yoki o'zingizdan ham yashirib kelayotgan haqiqatlarmi? Bugun shu to'siqlaringizni o'qishga harakat qilamiz. Energiyangizni jo'nating, like bosing, obuna bo'ling. Shu orqali men sizga niyat qilaman, bu videoni ko'rayotganlarning hayot yo'llari ochilsin, baraka kelsin, tinchlik kelsin va yangi bosqich eshiklari ochilsin deb niyat qilamiz. Demak, bu videoda karta tanlov qilamiz. Keyin kommentda yozadigan o'sha yoki psixolog bu yoki folchi deydiganlarga bitta gap aytib qo'ymoqchiman. Men folchi emasman, aqlingizni ishlating. Tarot psixologiya bu umuman boshqa narsa. Insondagi energiyalarni o'quvchi kartalar bu. Folchilik bu g'oyibdan nimadirlarni bilib gapirish hisoblanadi. O'shaning uchun yoqmasa blok qil, chiqib ket meni kanalimdan. Demak, karta tanlov qilamiz. To'rtta karta tashlayman. Xohlagan kartasini tanlasin. Demak, bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. 5 soniya o'ylab bittasini tanlang. Adashib ketmasliklaringiz uchun nimadir qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Xohlagan bittasini tanlaysizlar, yashil, qora, korishneviy va salatoviy. Bittasini tanlaysiz. Endi ochamiz. Demak, 4 ta karta tanladik. Birinchisidan boshlaymiz. Bu karta o'qishda savol bo'lmadi, temani o'zi savol edi. Demak, hayotingizdagi eng katta blok va uni qanday yengamiz? Ushbu mavzu bo'yicha 4 ta karta tashlandi va har kimni tanlovi bo'yicha chuqur sharhlaymiz. Birinchi kartani tanlaganlar, ya'ni 3 ta tayoq kartasi. Bu oldinga yurishingiz kerak bo'lyapti, lekin qo'rqyapsiz degani. Bu karta shuni ko'rsatadiki, siz hozir juda katta o'zgarish yoqasida turibsiz. Ichingizda katta bir kuch bor, istak bor, katta orzu bor, lekin siz uni to'liq ishga sola olmayapsiz, ya'ni solmayapsiz. Kelajagingizni uzoqda ko'ryapsiz, uzoqda deb o'ylayapsiz, uzoq o'ylayapsiz, lekin birinchi qadamni tashlashga juda katta qo'rquvingiz bor. Nima bo'ladi, men uddalay olamanmi, xato qilsamchi degan qo'rquvlar bor. Bu o'sha qo'rquvlaringiz aynan sizni orqaga tortayotgan bloklaringiz. Ammo bu karta yana shuni aytayaptiki, sen tayyorsan deyapti, sen уже orqada qoldirding hamma bosqichini deyapti. Sen tugatding, endi harakatni kengaytir, harakatni qilish vaqti keldi endi deyapti. Bu kartani tanlaganlarning blogi qo'rquv, o'ziga ishonmaslik, doim natija kutadi, lekin qadam bosmaydi. Bu kartani tanlaganlar faqat natija kutadi, lekin hech qanaqa qadam bosmaydi. Shu joyda sizlarga maxsus duo va texnika o'rgatib ketaman. Birinchi kartani tanlaganlar. Qarang, qanaqa duo qilasiz. Robbim, men uchun yozilgan yo'lga jur'at bilan chiqishimni oson qilgin. Menga ko'rinmayotgan eshiklarni o'zing xayrli qilib ochgin. Xuddi shunday duo qiling. Hozir takrorlashni iloji yo'q. Endi o'zingiz to'xtatib yozib olasiz. Shunday duo qilasizda.
Keyin qanaqa texnika? 3 kun davomida har kuni ertalab bitta kichik qadamni reja qilishingiz kerak o'sha maqsadingiz bo'yicha. Keyin uni shu 3 kun ichida bajarib qo'ying. Keyin kechasi minnatdorchilik bilan yozib qo'ying bitta daftarga, men bugun harakat qildim. Bu sizni harakatingizni kattalashtiradi. Ya'ni kichik qadam bilan boshlangda, nimadir qilganingizni, bajarganingizni ko'rgandan keyin ichingizda katta ishlarni qilishga ham kuch uyg'onadi. Har kuni 3 kun davomida shu texnikani bajaring. Bu energiyangizni ochadi. Shu birinchi qadam, demak, reja qilasiz ertalab. Uni shu kuni ichida bajarib qo'ying. Rejalar odatiy kunlik bo'lmasin, qanaqadir o'zingizga bir ahamiyatli qila olishingiz ozgina sizga qiyinchilik tug'diradigan bo'lsin, lekin o'shani bajaring va kechasi men bugun harakat qildim va bajardim deb minnatdorchilik bilan yozib qo'ying. Ikkinchi kartani tanlaganlar. Ikki yo'l orasida qolgan bildiradigan karta bu. Ikkita oyoq kartasi tushdi. Bu karta aniq aytadi. Siz hozir tanlov oldidasiz. Ikki yo'l orasidasiz. Ikkita variant bor, ikkita imkoniyatingiz ham bor. Nimadir o'ylab qo'ygan ishlaringiz bo'yicha. Lekin ulardan bittasini tanlashga sizda jur'at bo'lmayapti. Va yana sizni hozirgi hayotingizda nimadir sizni qoniqtirmayapti. Lekin yangisiga o'tishga ham jur'atingiz yetmayapti, qo'rqyapsiz. Bu kartani blogi. Ikki fikrlilik, ikkilanish, doim kutish, noma'lum narsalardan qo'rqish, ya'ni qadam tashlashga qo'rqish bunda ham. O'zi o'rganib qolgan chegarani yorib o'tish va noma'lumliklarga qadam qo'yishga qo'rquv bloki bor. Aniq qaror qila olmayapsiz. O'sha narsa sizni energiyangizni bo'lib tashlayapti. Aniq bir qaror qiling va o'sha bo'yicha harakat qilishingiz kerak. Qo'rqmasdan qaror qabul qilish kerak. Siz qarorda ham hali ikkilanyapsiz. Shu joyda ikkinchi kartani tanlaganlarga ham duo. Parvardigorim yoki yo Rabbim, yo Allohim, qalbimni ikkilantirayotgan pardalarni o'zing ko'targin, menga eng to'g'ri yo'lni tanlashda o'zing nur va yo'l bergin deb duo qiling. Va texnika yo'lni tanlash qilasizda, bitta oq qog'ozga birinchi yo'lingizni yozasiz. Ikkinchisi yashil qog'ozga ikkinchi yo'lingiz, ikkilanayotgan yo'llaringizni yozasizda, nimadir ish boshlamoqchi bo'lsangizmi, xullas, qaysi niyatingiz bo'yicha ham ikkilanib turgan bo'lsangiz, bittasini oq qog'ozga, bittasini yashil qog'ozga yozasiz variantlaringizni. Va har ikkalasidan nima kutishingizni yozib chiqing. Birinchisiga nima kutasiz, ikkinchisi bo'lsa nimani kutasiz, nima bo'lishi mumkin. Keyin hammasini yaxshilab o'qib chiqingda, 1 daqiqa ko'zingizni yumib, qaysi qog'oz sizni tortayotganini tanlang. Bu ong ostingizni ochadi. Qaysi qog'ozga ko'proq tortarkan, ko'zingizni yumib tanlangda, lekin yaxshilab o'qib chiqing oldin. Bu ong ostingizni ham ochadi, tanlovda sizga yordam beradi. Uchinchi kartani tanlaganlar, baraka, sevgi, ayollik energiyasini bildiradigan karta. Buni chuqur sharhlasak, juda kuchli karta. Sizni asosiy blokingiz energiya emas, o'zingizni yetarlicha qadrlamaslik. Siz aslida juda barakali, juda ham ilhom oladigan insonsiz, kim tanlagan bo'lsa buni. Sevgi energiyasi ham juda kuchli, yaratuvchi, o'suvchi ayol energiyasi. Ko'proq buni menimcha ayollar tanladi. Juda ham o'zingizga kam baho berasiz, kam baholaysiz. Sevgiga, baxtga loyiq emasman, munosib emasman degan o'y fikrlaringiz juda ko'p. Aynan o'shani o'zi sizni barakangizni, yo'lingizni to'sib qo'ygan, energiyangizni to'sib qo'ygan. Bu karta sizni hayotingizga sevgi, pul, shifo energiyalari ham kirayotganini bildiradi, faqat siz ochilishingiz kerak. Sizni asosiy blokingiz o'zingizni qadrlamaslik. Ayollik energiyangizni to'liq ochmasligingiz sizni blokingiz. Shu joyda ham yana 3-kartani tanlaganlarga duo etsam. Yo Rabbim, meni baraka, sevgi, ayolligim bilan to'ldirgin, ayollik nurim bilan to'ldirgin. Men o'zimni qabul qilaman
qadrlayman va sevaman. Ko'p o'sha duoni takrorlab yuring. Bu o'zingizga ishonchingizni oshiradi, qadringizni kuchaytiradi o'zingizga nisbatan. Keyin shu joyda ham ayolligingizni ochish nafasini qiling. Ya'ni 3 marotaba chuqur nafas olasiz. Har nafasda aytasiz: men sevgi energiyasiman, men barakaga loyiqman, men o'zimni qabul qilaman. 3 marotaba har nafasda bittasini chuqur nafas olib chiqaring. Har bittasini aytib bo'lgandan keyin men sevgi energiyasiman, men barakaga loyiqman, men o'zimni qabul qilaman. 4-karta. 4-kartani tanlaganlar. Bloklaringizni buzilganini bildiradigan karta. Hech kim to'xtata olmaydi sizni. Mana chopib ketyapti. Bu karta g'alaba, olg'a siljish, ya'ni to'siqlarni yorib o'tish, tezlikda nimadirga erishish, chopib ketish. Hayotingizdagi sizni blokingiz o'tmish energiyasi bo'lgan, o'zgarishdan qo'rqish bo'lgan, ichki kurashish bo'lgan, o'zingiz bilan o'zingiz kurashgansiz. O'sha narsalar sizni hayotingizdagi blok bo'lgan. Bu bloklaringiz endi sizdan ketyapti. Endi sizni hech kim hech narsa to'xtata olmaydi. Bu juda ham kuchli karta. Ishingizga yengillik keladi, quloqingiz tezlikda ochiladi, munosabatlarda ham o'sha harakatga tushadi, munosabatlaringiz to'xtab qolgan. Hayotingizni bir yangi bosqichiga o'tish davri kelganini bildiradi. Sizni yana bitta blokingiz ko'p o'tmishni o'ylab qolib ketish, shunaqa xarakteringiz bor. O'zingiz bilan o'zingiz ko'p kurashasiz, ko'p o'ylaysiz. O'sha narsalar sizni ortga tortadi. Bu kartani tanlaganlarga Allohim yo'limni ochgin, menga kuch ber, iroda ber, to'siqlardan o'tish qudratini ber deb duo qilsangiz bo'ladi tez. Bu kartani tanlaganlarga bitta maslahat bergan bo'lardim. Texnikani o'rniga nimadir ishni o'ylab orqaga surib qo'ygan bo'lsangiz, qaysidir ishingizni, o'sha ishingizni bajarishni, har kun bajarishingizni maslahat berardim. Orqaga surib qo'ygan barcha ishlaringizni har kun bittasini bajarishni maslahat berardim. Demak, yakuniy umumiy energiyasi kartalarimizni bu 4 kartani tanlagan insonlarda ham kuchli o'zgarish bosqichida turibsiz. Bu oy, dekabr oyi hamma uchun, hamma burch uchun tugatish oyi. Tugaydi. Siz yashab o'tgan hamma munosabat bo'lsin, nima bo'lsa ham hammasi tugaydi, yangi bosqichga o'tasiz. Buni tanlaganlar kelajak sizlarni уже chorlayapti, chaqiryapti degani. Buni tanlaganlar tanlov qarshisida turibsiz, tanlov qo'lingizda. Shu texnikani bajarib tanlov qiling. Bu 3-kartani tanlaganlar. Baraka sizga ochiq, faqat o'zingiz tan oling, o'zingiz qadrlang. Buni tanlaganlarda g'alaba, ya'ni muvaffaqiyat siz tomonda. Blok bo'lgan, o'zi tugadi bu kartani tanlaganlarda. Buzilyapti bloklaringiz, yangi bosqichga kiryapsiz degani. Demak, azizlarim, bugungi mavzuyimiz va bugungi energiya o'qishimiz shulardan iborat edi. Hammangizni fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Shu joyda yana kod haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Kodni tushunmaydigan, keyin tushunmasdan hech kimga yozadiganlar ko'p. Umumiy qilib aytmoqchiman. Kod bu fol emas, sehr emas, din bilan bog'liq narsa emas. Bu insonning ongidagi bloklarni yechib, uni boshqa darajaga olib chiquvchi psixologik energetik texnika. Bu kod nima qiladi? Baxt energiyasini ochadi, omad va imkoniyatlarni jalb qiladi, pul oqimingiz kuchayadi, insonning ichki ishonchi, vibratsiyasi va niyat kuchini tezlashtiradi, yoqadi ya'ni. Kodni aslida ishlash mexanizmi psixologiya, energetik fokus va niyat texnikasiga asoslanadi. Bu hech qanaqa islomga, din aqidalariga hech qanaqa zid joyi yo'q, chunki unda hech qanaqa duo o'qilmaydi yoki bir jin chiqarilmaydi, taqdirga aralashilmaydi, sehrli amallari yo'q. Kod bu o'zingizni ijobiy fikrlaringiz va niyatingizni mustahkamlovchi va sizni ongingizni o'shanga dasturlovchi maxsus energetik kodingiz hisoblanadi. Azizlarim, hammangizga kod olib hayotingizni yengillashtirishni va o'zingiz o'zgarishlardan zavqlanishingizni tavsiya qilardim.
Telegram kanalimda boshqa xizmatlar haqida ham ma'lumotlar va kod haqida odzivlar ham bor. Albatta uni qoldiraman kommentariyada Telegram kanalim adresini. Hammangizga rahmat. Qolganini kommentda gaplashamiz.